Assalomu alaykum. Mening ismim Bilal Muhammad Tursun. Men G'o'lji shahar kunasida hidim bo'laman. 2016-yili 1-etrapida Turkiyaga chiqdim. Mendan burun ikki singlim dadam Tursun Muhammad Misrga chiqdi. Misrdan Turkiyaga qaytib keldi. Turkiyaga qaytib kelib bizni o'qishga o'rinlashtirib qo'ygandan keyin 2016-yili 9-etrapida vatanga uchib ketdi. Vatanga uchib ketib 2017-yili 1-ay etrapida opam bilan bizni yo'qlab kelish uchun Turkiyaga keldi. Turkiyaga kelib 2017-yili 1-ayning 20-kunlari Turkiyadan vatanga uchib ketdi. Vatanga uchib 2017-yili 3-ay etrapida 2 yilni turmaga ekir ketdi. Hech qanday bir gunohi yo'q. Yani siyosiy bir ishlarga aralashmaganlik, bizni faqat Uyg'ur bo'lganlik uchun, bizni o'qitmoq uchun Turkiyaga kelganlik uchun ularni turmaga ekir ketdi. Opamning ismi Rushengul Abdurahman, o'zi G'o'lji shahar kunasida hidim bo'ldi. Bizni faqat o'qitmoq uchun, Uyg'ur bo'lganlik uchun Turkiyaga kelganlik uchun turmaga ekir ketdi. Hech qanday bir aloqam yo'q. Aloqa qilmadik 2017-yildan ta hozirgacha. Akamning ismi Tahirjon Abdurahman. Tahirjon akamni opam bilan dadamning yo'lini manganlik uchun ularni begunoh nima uchun ekir ketding deb Xitoy bilan ularni turmadan chiqish uchun yo'l manganlik sababi bilan 2017-yili 12-oyning 24-kuni ekir ketdi. 2017-yildan tortib hozirgacha 3 yildan hech qanday bir aloqa yo'q. Men vatan bilan hech qanday bir tuqqanim bilan, tuqqanlar bilan hech qanday bir aloqamiz yo'q. Bu yerda ikki singlim bilan men yolg'iz bu yoqda Turkiyada turyapman hozir. Hech qanday bir aloqam yo'q vatandagilar bilan. Men va singillarim bütün Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning va ota-onamning, tuqqanlarimning, akalarimning lagerlardan, turmalardan chiqqan qadar izin suraman.